Zo'r bitta lifehack o'rgataman. Tekinga produkt olsa bo'ladi Fransiyada. Короче, restoran de coeur degan organizatsiya bor. O'sha yerga kelsanglar bo'ladi. Yokida Krasный Kрест bor. O'sha yerga kelib produkt olsanglar bo'ladi. Tekinga sumka. Zo'r produktlar. Вот так вот. Ana shu organizatsiyaga kelib olsanglar bo'ladi. Restoran de coeur. Mana bu yerda, короче, Krasный Kрест bu odamlar hozir turishibdi produkt olishga. Любой odam olsa bo'ladi. Xullas bitta minus tomoni bor. Birinchi bo'lib registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Spravka yashayotgan joyingizdan spravka olib kelasizlar, то есть registratsiya. И pasport. Shu bo'ldi. Shundan bemalol olsa bo'ladi. Mana shundan olsa bo'ladi. Restoran de coeur. Любой shaharda bor. Fransiyaning любой shaharida, qishlog'ida, любой joydan olsa bo'ladi. Вот так вот.